Bo'pti, men ketdim. Qaqa? Ramazon aytaman. Oma kech qolsang kabataklik cho'pagi bilan uraman. Ayzaxon! Chiqasanmi? Qaqqa? Ramazon aytamiz. Bo'ldi, ketdik. Yur. Endi kimni chaqiramiz? Tohirni chaqiraylik. Ha, sevgilingizmi? Bori. Tohirjon, Ha. chiqasanmi Ramazon aytamiz. Hozirdan so'ray. Dada Ramazon aytgan chiqsam bo'ladimi? Balobami ko'chada o'zi uylanadigan katta bola bo'lib turibdi. Yes! So'kinardi bu ro'zada bormaning chaqir. Kapmatda bo'lib qolman, men chiqmas ekanman, men uylantirar ekan. Chiqarkan. Chiqmas ekan. Ikki kishi kamlik qiladi-da. Uydan chaqirsa-chi? Uni churaqalari bor. Ukalar bilan chiqsa chiqursin, boshqa iloj bormi? Ha, bo'pti-da. Ketdik. Qaranglar qizlar, xo'no momo xolamga borib aytamiz, xo'pmi? Zulfiya xonaniga boraylik. Jinimizdan so'kib haydaydi, ketdik momo xolanikiga. Ramazon aytgeli eshigingizga. Ha, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Olib chiqing, tog'araga sap chiqing. Tog'araga sig'maysa, etagingizga sap chiqing. Ro'za keldi, bildilaringmi? Qozonga yo'q, qo'ydilaringmi? Bizga bir tovoq berdilaringmi? Men senga nima dedim? Kech qolma deyordimmi? Mak endi.